Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir biz Andijon viloyat prokuraturasining oldidamiz. Fuqaro doimizni video murojaati bor ekan. Shu video murojaati bo'yicha keldik. Assalomu alaykum. Alaykum Opa, yaxshimisiz? Suyimsiz, charchamasizmi? Nima murojaatingiz bor edi, opa? Bizning murojaatim mana 1 yildan beri ichki ishlarga, tuman prokuraturasiga murojaat qilyapman. Hech qanaqa chora ko'rishmayapti, hech qanaqa bo'lmayapti. Foydasi bo'lmayapti. Shunga yana murojaat qilmoqchiman. Masalan, bitta xo'jayinim Lacetti rusumli mashinasini sotgan 2023-yil yanvar oyida $11,000 sotgan. Shuni 2,000 bergan, shu qolgan puli qolib ketgan. Karimov Sanjarbek, Dilshodbek, Jo'rabeklar olgan, ota bolalar. Murojaat qilganman, hech qanaqa chora ko'rishmayapti. Shuni pulini ololmayapman xullas. Firibgarlik. Deloni yopib qo'yishyapti. Shunga xo'janingiz ishonchiga kirib $11,000 mashinani nomiga o'tkazib olgan. Pulni beraman degan, shu 1-2 yildan beri bermayapti. Qonuniy tartibda ichki ishlarga murojaat qilgansiz, prokuraturaga murojaat qilgan. Buzizga ham murojaat qilganmisiz? Qilganman. Nima deyishyapti? O'z xohishi bilan o'tkazib bergan deyishyapti, deloni yopishib qo'yapti. Lekin olinganlik bo'yicha pul beraman deganga video faktlar, hujjatlar bormi? Hammasi bor. Ularni taqdim qilyapsizmi? Taqdim qilganman, disk qilib olib borib berganman, lekin hech qanaqa foydasi bo'lmayapti. Chaqirishi bir chora ko'rishmayapti-da. Viloyat prokuraturasiga qachon murojaat qildingiz oxirgi? Viloyat prokuraturasiga 2-aprel kuni murojaat qildim. Mana 20 kundan oshdi. Hech qanaqa nima ko'rilgan yo'q. Chora ko'rishmayapti-da. Viloyat prokuraturasiga qachon murojaat qildingiz oxirgi? Viloyat prokuraturasiga 2-aprel kuni murojaat qildim. Mana 20 kundan oshdi. Hech qanaqa nima ko'rilgan yo'q. Hozir mana viloyat prokuraturasiga keldingizmi, nima deyishdi? Kirdim, tegishli nima ko'ryapti deyapti-yu, ko'rilganiga ham ishonmayman-da. Bundan oldin ham qilganman, hech qanaqa 3-marta murojaat qilishim, hech qanaqa nima bo'lmayapti. Hozir shu 2-aprelda murojaat qilganingizga javob xati berishdimi? Viloyat prokurorining imzosi bilan javob xati berdik. Hurmatli fuqarolar, 2-aprel kuni viloyat prokuraturasiga murojaat qilgan yozma ravishda. Nima bo'ldi bu murojaatingiz bo'yicha? Hozir kirib chiqdingizmi? Ha, kirib chiqdim. Nima deyishdi? Hal qilinmaganda javob berishmayapti. Javob xati bermagan, pochta orqali ham uyingizga yubormagan. Hozir borib so'raysiz ham, unaqa xat yubormaganmiz deyapti. Yo'q, to'g'rimi? Hurmatli fuqarolar, hurmatli viloyat prokurorimizdan mas'ullardan iltimos qilasdik. Qonunda belgilangan tartibda fuqaroda yozma arizasiga yozma javob berilishini hamda firibgarlik jinoyati bo'yicha qonunda belgilangan tartibda ish ko'rilmayotganligi bo'yicha tegishli mutasaddilarga xizmat tekshiruvi olib borishinglarni hamda opani ishini qonuniy tartibda ko'rib chiqishingizni so'raymiz. Nima degan bo'lasiz, opa siz? Shuncha pulni oladi, mana 3 yildan beri bermaydi-ku, jinoyat alomatlari yo'q deyapti-da. Jinoyat alomatlari yo'q. Video ham hujjatlar bersiz ham jinoyat alomatlari yo'q deyapti. Shuncha pul bo'ladi-yu, oladi, bermaydi, jinoyat alomatlari qanday bo'lmasligi mumkin? Rahmat, bizni kuzatishda davom eting. Voqealar rivojiga yana qo'shimcha bayon qilishga harakat qilamiz. E'tiboringlar uchun rahmat kattaga.